Bugun Sapsan Travertin laklari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum Sapsan.uz obunachilari. Bugun Travertin laklarimiz bor. Bu обычный lakimiz, bu yangi ishlab chiqargan lakimiz. Marvarid nomli jemchuchli lakimiz. Bugun xudo xolisa shuni mana shu videoda surib qanaqa chiqishini ko'rsatib beramiz. Ungacha sizlar papisga bosib like bosishni unutmanglar. Marvarid laklarimizning ustunli tomonlari quyosh nurida va kechqurun svet nurida tovlanadi. Shu lakimizni travertin surilgan doskamizga surib ko'rsatamiz. Shu lakimizni mana suyultirib oldik. 10% suv qo'shish tavsiya qilaman. Undan ko'p suv qo'shadigan bo'lsanglar, siz xohlagan natija chiqmaydi. Mana travertin lakimizni surdik. 20 daqiqadan keyin qurdi. Xohlovchilar bo'lsa, bu lakimizni 2 qayta sursa ham bo'ladi. Natijasini o'zingizlar ko'rasizlar. Mana bu lakimiz suvga ham chidamli. Bemalol yomg'irlardan qo'rqmasangiz bo'ladi.